inshaalloh. Uch tajribasi bo'yicha navbatdagi uchrashuvimizni o'tkazamiz. Hurmatli prezidentimiz tashriflari davomida ishsizlarni ish bilan band qilish bo'yicha yangi dasturlar ishlab berishdi. Shu orqali Agrobank respublikamiz bizga yangi kredit mahsulotini chiqardi. Bu bo'yicha 5 yil muddatga 18%dan ishsizlar reyestrida turgan fuqaroni 2 nafar fuqaroni qabul qilsa 100 million kredit beramiz. Har bitta 100 millionga keyin oshib ketaveradi, 1 million 2 milliongacha ketaveradi. Bu tadbirkorlarga juda ham keng imkoniyat. U 1 yillik foizi kapitalizatsiya qilinadi. Shunda u tadbirkor 1 yil hech qanday bankka foiz ham hech narsa to'lamaydi. Keyin yana u oliy o'quv yurtini bitirganlarga bor 60 son. 60 son qarori bo'yicha yoshlarning yo'nalishi bor. Keyin 312 son qarori bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini 1 yil muddatda amalga oshirgan bo'lsa, yo'nalishlar ko'p, xudo xolasa. Tadbirkorlik rivojlantirish bo'ladi.